Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim, hatto ba'zilaringiz uchun og'riqli bo'lishi mumkin bo'lgan mavzu haqida gaplashish uchun yig'ildim. Xususan, 2026 yil maydan boshlab O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, ayniqsa hurmatli keksa avlod vakillari, ya'ni siz aziz pensionerlarimiz uchun kutilayotgan o'zgarishlar haqida. Bu shunchaki bir yangilik emas. Bu moliyaviy barqarorligingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan juda muhim ma'lumot. Shuning uchun iltimos diqqatingizni jamlang. Chunki bugungi video sizning kelajakdagi farovonligingizga bevosita aloqador. Agar hozirdan choralar ko'rmasangiz, keyinchalik afsuslanishingiz mumkin. Bu ma'lumot hamma uchun, ayniqsa pensiyaga chiqqan yoki yaqin yillarda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan har bir shaxs uchun o'ta dolzarb. Kanalimizga obuna bo'lishni va bu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumotni iloji boricha ko'proq odamga yetkazishimizga yordam beradi. Keling avval vaziyatni tushunib olaylik. Pensiya ta'minoti tizimi har qanday davlatning ijtimoiy siyosatining asosiy ustunlaridan biridir. U fuqarolarga mehnat faoliyati yakunlangandan so'ng munosib hayot kechirish imkoniyatini berish kerak. O'zbekistonda ham pensiya tizimi yillar davomida bir necha bor isloh qilingan, ammo uning asosiy tamoyillari barqaror bo'lib kelgan. Ilgari pensiya miqdorini hisoblashda asosan oxirgi 5 yillik ish haqi yoki butun mehnat faoliyati davomidagi o'rtacha ish haqi inobatga olingan. Pensiyalar har yili inflyatsiya darajasiga qarab indeksatsiya qilingan. Bu esa ularning xarid qobiliyatini saqlab qolishga yordam bergan. Bu tizim garchi mukammal bo'lmasa-da, ko'pchilik uchun tushunarli va nisbatan barqaror edi. Pensionerlar har yili pensiya miqdorining biroz oshishini kutishlari mumkin edi. Bu ularga oilaviy byudjetlarni rejalashtirishda ma'lum bir ishonch bag'ishlardi. Ammo hozir vaziyat keskin o'zgarmoqda. Yuqorida aytib o'tganimdek, 2026 yil 1 maydan boshlab kuchga kirishi kutilayotgan yangi qonun loyihasiga ko'ra pensiya ta'minoti tizimiga jiddiy o'zgartirishlar kiritiladi. Bu o'zgarishlarning asosiy mohiyati shundaki, endilikda pensiya miqdorini hisoblash va indeksatsiya qilishda mehnatga qo'shilgan hissa yagona koeffitsiyenti deb nomlangan yangi mexanizm joriy etiladi. Bu koeffitsiyent sizning butun mehnat faoliyatingiz davomida pensiya jamg'armasiga to'lagan barcha sug'urta badallaringizning umumiy miqdoriga asoslanadi. Ya'ni endi sizning oxirgi yillardagi yuqori maoshingiz yoki qisqa muddatli yuqori daromadingiz pensiyangizni avvalgidek keskin oshira olmaydi. Asosiy e'tibor butun mehnat staji davomida to'plangan real badallarga qaratiladi. Boshqacha qilib aytganda, yangi tizim ko'p to'laganga ko'p pensiya tamoyilini yanada qat'iyroq joriy etadi. Ammo bu avvalgi tizimda ma'lum sabablarga ko'ra kamroq badal to'lagan yoki pastroq rasmiy ish haqi olgan pensionerlarning kelajakdagi pensiya o'sishiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu ayniqsa shu kungacha yashirin iqtisodiyotda ishlagan yoki faqatgina minimal rasmiy ish haqi olgan, ammo keyinchalik pensiya oldidan ish haqi oshib ketgan fuqarolar uchun juda yomon yangilik bo'ladi. Ularning pensiyasi kutilgandek o'smaydi. Ba'zi hollarda esa real qiymatda kamayish ham mumkin. Bu o'zgarish davlat pensiya tizimining barqarorligini ta'minlash va to'lov qobiliyatini oshirish maqsadida amalga oshirilmoqda, deya ta'kidlanmoqda. Ammo uning oddiy pensionerlar uchun oqibatlari juda og'ir bo'lishi mumkin. Bu albatta hamma uchun birdek yomon yangilik emas. Kimlardir uchun hatto foydali bo'lishi mumkin. Ammo ko'pchilik uchun aynan hozirgi kunda pensiyada bo'lgan yoki yaqin orada pensiyaga chiqishni kutayotgan ko'plab insonlar uchun bu katta moliyaviy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Endi esa ushbu o'zgarishlarni yanada chuqurroq ko'rib chiqamiz. Keling, yangi tizimning mohiyatini tahlil qilamiz va kimlar uchun ayniqsa xavotirli ekanligini aniqlaymiz. Yangi mehnatga qo'shilgan hissa yagona koeffitsiyenti avvalgidek oddiy emas. U sizning mehnat stajingizdagi har bir yil uchun to'langan sug'urta badallari miqdorini va ushbu badallar qaysi yilda to'langanligini hisobga olgan holda aniqlanadi. Ya'ni 1990 yillarda 1000 so'm maosh olgan odamning badali bilan 2010 yillarda 5000 so'm maosh olgan odamning badali endi bir xil ko'rib chiqilmaydi. Har bir badal o'zining to'langan yildagi o'rtacha ish haqi va inflyatsiya darajasiga nisbatan indeksatsiya qilinadi va shundan keyingina umumiy koeffitsiyentga kiritiladi. Bu juda murakkab matematik model bo'lib, uning asosiy maqsadi har bir fuqaroning pensiya tizimiga kiritgan real sarmoyasini aniqroq aks ettirishdir. Xo'sh, bu kimlar uchun yomon yangilik? Birinchi guruh, rasmiy ish haqi past bo'lgan.
Ammo mehnat staji uzoq bo'lgan pensionerlar. Misol uchun Farg'onalik Otabek aka, ular 35 yil davomida zavodda ishlaganlar. Bir necha 10 yillar davomida ularning rasmiy ish haqi juda past bo'lgan. Chunki o'sha davrdagi iqtisodiy vaziyat shunday edi. Ular doimo minimal pensiya to'lovlarini olganlar. Lekin har yili bu pensiya ma'lum foizga indeksatsiya qilinib, qisman bo'lsa-da inflyatsiyadan himoyalangan. Eski tizimda Otabek akaning uzoq staji ma'lum bir bonuslar berardi va pensiya fondiga rasmiy to'lovlar past bo'lsa ham umumiy pensiya miqdori mamlakat bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlarga yaqinlashardi. Masalan, uning pensiyasi hozirda 2,1 million so'm. Yangi tizimda esa uning butun 35 yillik faoliyati davomidagi rasmiy badallari qayta hisoblanadi va ko'pchilik badallar minimal ish haqi darajasida bo'lganligi sababli uning mehnatga qo'shilgan hissa yagona koeffitsiyenti juda past chiqadi. Natijada har yili kutiladigan 10% indeksatsiya o'rniga u bor-yo'g'i 3-5% miqdorida o'sishni kutishi mumkin. Bu inflyatsiya darajasi allanbardida bo'lgan sharoitda uning real pensiyasining qisqarishi xarid qobiliyatining pasayishi demakdir. Agar inflyatsiya yillik ombonida atrofida saqlanib qolsa, uning 2,1 million so'm pensiyasi bir yildan keyingi bebis 70 million so'mga behi o'shish yetadi. Ammo ombonidagi inflyatsiyada uning xarid qobiliyati 3,1 million so'mga tushadi. Bu esa har yili 1,2 ming so'm miqdorida real pulni yo'qotish bilan barobar bo'ladi. Ikkinchi guruh. Pensiya oldidan ish haqi sezilarli darajada oshgan fuqarolar. Bu Toshkentlik Azza opa. Ular hayotining ko'p qismini davlat tashkilotida past maosh bilan ishlaganlar, lekin pensiyaga chiqishdan oldin, masalan, oxirgi 5 yilida shaxsiy korxonaga ishga o'tib, ancha yuqori rasmiy maosh olganlar. Eski tizimda uning pensiyasi oxirgi 5 yildagi yuqori maoshga qarab hisoblanardi. Masalan, agar u ilgari 1 million so'm olgan bo'lsa, oxirgi 5 yilda 5 million so'm olgan bo'lsa, uning pensiyasi ancha yuqori bo'lib, 2,5 million so'mga yetishi mumkin edi. Yangi tizimda esa uning butun mehnat faoliyati, xususan 20 yil davomidagi past maoshlar ham hisobga olinadi. Garchi oxirgi 5 yildagi yuqori maoshi koeffitsiyentni biroz oshirsa ham, umumiy hisobda u kutilgan darajadan pastroq pensiya oladi. Uning pensiyasi ehtimol 2,5 million so'm o'rniga 2 million so'm atrofida bo'lib qoladi. Bu esa har oyda 5 ming so'm kamolishini anglatadi. Bu uning byudjetiga jiddiy zarba beradi. Bu shuni anglatadiki, bunday pensionerlar uchun pensiya miqdorining dastlabki hisoblanishi ham avvalgidek yuqori bo'lmaydi va kelajakdagi indeksatsiya ham sekinlashadi. Uchinchi guruh. Ish stajida uzilishlar bo'lgan yoki ma'lum muddat rasmiy bo'lmagan ishda ishlagan shaxslar. Navoiy viloyatidan Dilshod aka. Ular SSSR davrida kolxozda ishlaganlar, keyin bir necha yil xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanganlar. Lekin rasmiy ro'yxatdan o'tmaganlar. So'ngra yana davlat ishiga kirganlar. Uning mehnat daftarchasida uzilishlar bor. Eski tizimda bu uzilishlar uning umumiy stajiga ta'sir qilsa-da, mavjud staj bo'yicha pensiya hisoblanardi va kamda minimal pensiya darajasi kafolatlanardi. Yangi tizimda esa har bir to'langan badal hisobga olinadi. Rasmiy bo'lmagan ish davrlarida hech qanday badal to'lanmaganligi sababli bu davrlar uning mehnatga qo'shilgan hissa koeffitsiyentini sezilarli darajada pasaytiradi. Natijada Dilshod akaning pensiya miqdori ham oldingidan ancha past bo'ladi va kelajakda ham past suratda oshadi. Misol uchun, uning hozirgi 1,1 million so'mlik pensiyasi avvalgi indeksatsiya tizimida kelgusi yili 3 million so'm burbon o'shish bo'lishi mumkin edi. Yangi tizimda esa 1,1 million so'm pensiya 22,2 million so'mga 4 marta o'sish yetadi. Farq har yili 72 ming so'mni tashkil qiladi va bu farq yildan yilga o'sib boradi. Xo'sh, kimlar xavotir olmasligi mumkin? Birinchidan, butun mehnat faoliyati davomida doimiy ravishda yuqori rasmiy ish haqi olgan va pensiya jamg'armasiga muntazam ravishda katta miqdorda badal to'lagan shaxslar. Ular uchun yangi tizim adolatliroq bo'lishi mumkin. Chunki ularning real hissalari pensiyada yanada ko'proq aks etadi. Ularning pensiyasi kutilganidan ham ko'proq o'sishi ehtimoli mavjud. Masalan, yirik kompaniyada yuqori lavozimda ishlagan va har oyda 1 million so'm rasmiy maosh olgan shaxs uchun uning pensiyasi oldingi tizimga nisbatan yanada barqaror va yuqori darajada indeksatsiyalanadi. Ikkinchidan, yangi tizim kuchga kirgandan so'ng pensiyaga chiqadigan va uning barcha shartlariga rioya etgan yosh mutaxassislar. Ular uchun bu tizim boshdanoq tushunarli bo'ladi va ular o'z mehnat faoliyatlarini pensiya jamg'armasiga ko'proq badal to'lashga yo'naltirishlari mumkin.
ular uchun aslida bu tizim yanada prognoz qilinadigan va adolatliroq bo'ladi. Chunki ular to'lagan har bir so'm kelajakdagi pensiyasiga bevosita ta'sir qilishini bilib turishadi. Bu guruhga mansub fuqarolar uchun yomon yangilik termini mutlaqo noto'g'ri, aksincha. Ular uchun yanada shaffof va ularning mehnatiga mutanosib pensiya tizimi yaratiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi pensiya tizimining barqarorligini ta'minlash, demografik yukni kamaytirish va har bir fuqaroning tizimga qo'shgan real hissasini adolatli baholash. Ammo bu o'zgarishlar afsuski oldingi davrlarda turli sabablarga ko'ra rasmiy iqtisodiyotda to'liq ishtirok eta olmagan yoki past maosh olgan pensionerlar uchun moliyaviy qiyinchiliklarni kuchaytiradi. Har qanday qonunda bo'lgani kabi. Bu yangi qonun loyihasida ham ma'lum istisnolar va nozik jihatlar mavjud bo'lishi kutilmoqda. Ularni bilish sizga vaziyatni to'g'ri baholashda yordam beradi. Birinchidan, istisnolar. Bunday islohotlarda imtiyozli guruhlar himoyasiz qolmasligi uchun alohida bandlar kiritiladi. Bu guruhlarga quyidagilar kirishi mumkin. 1. Urush faxriylari, ularga tenglashtirilgan shaxslar. Ularning pensiyalarini indeksatsiya qilish mexanizmi umumiy qoidalardan farq qiladi va ular uchun kamaytirishlar yoki indeksatsiya sur'atining pasayishi qo'llanilmaydi. 2. Nogironligi bo'lgan shaxslar va ularning oila a'zolari, bo'g'uvchisini yo'qotganlar pensiyasi. Ular uchun ham ijtimoiy himoya mexanizmlari saqlanib qolishi va pensiyalarining doimiy ravishda indeksatsiyalanishi kutiladi. Ya'ni ular uchun mehnatga qo'shilgan hissa yagona koeffitsiyenti shartlari yumshoqroq bo'lishi yoki umuman qo'llanilmasligi mumkin. O'tib chiqarishda alohida xizmatlari bo'lgan shaxslar, masalan, davlat mukofotlari unvonlari egalari, fan arboblari, ularning maxsus pensiyalarini hisoblash va indeksatsiya qilishda o'ziga xos qoidalar saqlanib qolishi mumkin. Ikkinchidan, nozik jihatlar va yashirin tuzoqlar. Bu aynan siz bilishingiz shart bo'lgan jihatlar. 1. Hujjatlarning to'liqligi va aniqligi. Yangi tizimda har bir rasmiy ish yili uchun to'langan badallarning miqdori juda muhim ahamiyat kasb etadi. Agar sizning mehnat daftarchangizda ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalarda yoki pensiya jamg'armasiga to'lovlar haqidagi ma'lumotlarda nomuvofiqliklar, xatolar yoki uzilishlar bo'lsa, bu sizning koeffitsiyentingizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, agar siz 1995-2000 yillarda ma'lum bir korxonada ishlagan bo'lsangiz, lekin o'sha davrdagi rasmiy maosh to'g'risidagi arxiv ma'lumotlari yo'qolib ketgan bo'lsa, bu davr uchun sizga minimal badal hisoblanishi yoki umuman hisoblanmasligi mumkin. Shuning uchun hozirda mavjud barcha hujjatlaringizni to'liq tekshirib chiqishingiz shart. 2. Norasmiy bandlikning oqibatlari. Agar siz mehnat faoliyatingizning ma'lum bir davrida rasmiy ravishda ishlamagan bo'lsangiz, ammo daromad olgan bo'lsangiz, bu davrlar uchun pensiya jamg'armasiga hech qanday badal to'lanmagan. Yangi tizimda bu davrlar sizning umumiy koeffitsiyentingizni jiddiy ravishda pasaytiradi va natijada pensiyangiz kamayishiga olib keladi. Oldingi tizimda stajga asosan hisoblanadigan minimal pensiyaga intilish imkoniyati bor edi. Endi esa bu imkoniyat cheklanishi mumkin. O'tib qishloq xo'jaligi sektori va dehqonlar uchun ko'pchilik qishloq xo'jaligida band bo'lgan fuqarolar yillar davomida rasmiy mehnat shartnomalari asosida ishlamagan. Ba'zilar esa fermer xo'jaliklarida faqat mavsumiy ishlar bilan shug'ullangan. Ularning pensiya jamg'armasiga qilgan badallari muntazam va to'liq bo'lmagan bo'lishi mumkin. Bu holatda ularning pensiyalari ham yangi qoidalarga ko'ra sezilarli darajada pasayib ketishi yoki kutilgandek o'smay qolishi xavfi mavjud. 4. Sug'urta badallarini sotib olish imkoniyati. Ayrim mamlakatlarda pensiya tizimi islohotlarida fuqarolarga o'zlarining o'tmishdagi badallardagi kamchiliklarni to'ldirish imkoniyati beriladi. Ya'ni ilgari rasmiy badal to'lamagan davrlar uchun ma'lum bir miqdorni to'lab, o'zining umumiy koeffitsiyentini oshirish imkoniyati yaratiladi. Hozircha bu haqda rasmiy ma'lumot yo'q, ammo kelgusida bunday mexanizm joriy etilishi ehtimolini inkor etib bo'lmaydi. Bu esa bir tomonlama yechim bo'lishi mumkin. Ammo buning uchun katta miqdorda pul talab qilinishi mumkin. Bu yangi qonunning asosiy sabablaridan biri bu global tendensiya. Ko'plab davlatlar pensiya tizimini barqarorlashtirish maqsadida shunga o'xshash islohotlarni amalga oshirmoqda. Bunday islohotlarning maqsadi soliq to'laganiga yarasha pensiya olasan tamoyilini yanada kuchaytirishdir. Bu bir tomondan iqtisodiyotni oqartirishga rag'batlantirsa, ikkinchi tomondan uzoq yillar davomida davlatga halol xizmat qilgan
ammo past maosh bilan ishlagan fuqarolarni qiyin ahvolga solib qo'yishi mumkin. Shuning uchun bu nozik jihatlarni tushunish va oldindan choralar ko'rish juda muhim. Qadrli do'stlar, vaziyatning jiddiyligini tushungan holda keling, hozir nima qilish kerakligi haqida amaliy maslahatlar beray. 2026 yil 20 oygacha hali vaqt bor. Ammo har bir kun g'animat. Shuning uchun men aytadigan quyidagi qadamlarni iloji bo'licha tezroq bajaring. Birinchi qadam, barcha mehnat hujjatlaringizni to'plang va tartibga soling. Bu eng muhim qadam. Mehnat daftarchangiz, diplomlaringiz, sertifikatlaringiz, avvalgi ish joylaringizda olgan ma'lumotnomalaringiz, ayniqsa ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, bularning barchasini to'plang. Agar ba'zi hujjatlar yo'qolgan bo'lsa, ularni tiklashga harakat qiling. Buning uchun avvalgi ish joylaringizga murojaat qiling yoki arxivlardan ma'lumot so'rang. Bu ayniqsa 1990 yillardan 2000 yillarning boshlariga qadar bo'lgan davr uchun juda muhim. Chunki o'sha paytda hujjatlashtirish va pensiya jamg'armasiga badallar to'lashda tartibsizliklar ko'p bo'lgan. Agar sizda biror ish joyidan ma'lumotnoma olish imkoni bo'lmasa, sud orqali mehnat stajini tasdiqlash imkoniyatlari ham mavjud. Bu qiyin va uzoq jarayon bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozirdan boshlash kerak. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasidagi shaxsiy hisobingiz holatini aniqlang. Har bir rasmiy ishlovchi fuqaro uchun pensiya jamg'armasida shaxsiy hisob ochilgan bo'lib, unga sizning ish beruvchingiz tomonidan to'langan sug'urta badallari to'g'risidagi ma'lumotlar kiritiladi. Sizga tegishli joy bu joylashuvingiz bo'yicha pensiya jamg'armasi bo'limidir. Siz shaxsan murojaat qilib, o'zingizning shaxsiy hisobingizdan ko'chirma olishingiz mumkin. Bu ko'chirmada qaysi yillarda qancha badal to'langanligi aks etadi. Aynan mana shu ma'lumotlar yangi pensiya hisoblash tizimida asos bo'ladi. Agar sizning ma'lumotlaringizda xatoliklar yoki to'liq bo'lmagan davrlar bo'lsa, bu yerda aniqlashingiz mumkin. Davlat xizmatlari markazlari orqali ham bu ma'lumotni olish imkoniyati bor. E-davlat portalida yoki pensiya jamg'armasining veb saytida shaxsiy kabinet orqali ham ma'lumot olish mumkin. Agar shaxsiy kabinetingiz bo'lmasa, uni yaratishga harakat qiling. Uchinchi qadam, konsultatsiya oling va hisob-kitoblarni oldindan qildiring. Hujjatlaringizni to'plab, shaxsiy hisobingizdan ko'chirma olgandan so'ng joylashuvingizdagi pensiya jamg'armasiga borib, mutaxassisdan konsultatsiya oling. Ulardan so'rang. Mening hujjatlarimga ko'ra 2026 yil 20 oydan boshlab yangi qoidalar bo'yicha pensiyam qanday hisoblanishi mumkin? Hozirda ular yangi tizim bo'yicha aniq hisob-kitoblarni amalga oshira olmasalar ham, ular sizga hozirgi hujjatlaringiz va badallaringiz asosida umumiy vaziyatni tushuntirib bera oladilar. Agar sizda yetishmayotgan hujjatlar yoki noaniqliklar bo'lsa, ularni qanday to'g'irlash bo'yicha maslahat oling. Ular sizga aynan qaysi badal davrlarida muammolar borligini ko'rsatib bera oladilar. Ularning aytganlari asosida keyingi harakat rejalarini tuzing. 4-qadam, rasmiy ariza bilan murojaat qilishga tayyor turing. Agar sizning pensiya hisobingizda jiddiy kamchiliklar mavjud bo'lsa yoki pensiyangizni qayta hisoblashda adolatsizlikka duch kelishingizni taxmin qilsangiz, rasmiy ariza bilan murojaat qilishga tayyor turing. Bu ariza pensiya jamg'armasi bo'limiga yoziladi. Unda sizning vaziyatingizni to'liq bayon eting. Barcha mavjud hujjatlaringizni ilova qiling. Agar kerak bo'lsa, yuqori turuvchi tashkilotlarga, masalan, Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi rahbarlariga ham murojaat qilishdan tortinmang. Har bir murojaatingizga rasmiy javob olishga intiling. Chunki bu keyinchalik sizning huquqlaringizni himoya qilishda asos bo'ladi. 5-qadam, faol bo'ling va axborotni kuzatib boring. Qonun loyihasi hali yaqin tasdiqlanmagan bo'lishi mumkin. Uning mazmunida o'zgarishlar bo'lishi ehtimoli bor. Shu sababli rasmiy manbalardagi yangiliklarni, xususan Adliya vazirligi, Moliya vazirligi va Oliy Majlisning veb saytlarini kuzatib boring. Ommaviy axborot vositalarida pensiya islohotlari bo'yicha chiqadigan ma'lumotlarga e'tibor bering. Agar yangi imtiyozlar yoki badallarni to'ldirish imkoniyatlari paydo bo'lsa, ulardan zudlik bilan foydalaning. Ba'zan davlat bunday vaziyatlarda aholi uchun ma'lum bir amnistik davr e'lon qilishi mumkin. Bu davrda fuqarolar oldingi badal qarzdorliklarini imtiyozli shartlar asosida to'lashlari mumkin. Unutmang, eng yomon narsa bu harakatsizlik. Hozirgi vaziyatda sizning faolligingiz va oldindan choralar ko'rishingiz kelajakdagi moliyaviy barqarorligingiz uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Xulosa qilib aytganda, qadrli do'stlar,
2026 yil 20 oydan boshlab pensiya ta'minoti tizimida kutilayotgan o'zgarishlar ko'plab pensionerlar uchun, ayniqsa mehnat staji uzoq, ammo rasmiy ish haqi past bo'lganlar yoki stajida uzilishlar bo'lganlar uchun yomon yangilik bo'lishi mumkin. Bu yangi mehnatga qo'shilgan hissa yagona koeffitsiyenti sizning pensiyangizning kutilgan darajada oshmasligiga yoki real qiymatda kamayishiga olib kelishi mumkin. Ammo bu vaziyatda chorasiz qolish kerak emas. Sizda hali vaqt bor va yuqorida aytib o'tgan amaliy maslahatlarimga amal qilsangiz, vaziyatni o'z foydangizga o'zgartirish yoki hech bo'lmaganda zararni kamaytirish imkoniyatiga egasiz. Hujjatlaringizni tartibga soling. Pensiya jamg'armasidagi hisobingizni tekshiring. Maslahat oling va faol bo'ling. Sizning kelajagingiz bugungi harakatlaringizga bog'liq. Bu ma'lumotni do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan baham ko'ring. Chunki ular ham bu haqda bilishlari kerak. Fikrlaringizni, savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Toki biz birgalikda eng muhim va dolzarb masalalar bo'yicha ma'lumot berishda davom etaylik. E'tiboringiz uchun rahmat.